Jannat ahli jannatiy ekanligi aniq bo'lganda jannatga kirayotganlarda farishtalar jannatiylarni kutib oladi. Alloh hammamizga nasib qilsin. Jannat ahlini farishtalar kutib oladi. Kelinglar, ahlan va sahlan. Arablar kutib oladi-ki, xush kelibsizlar. O'zlaringni uylaringda xotirjam bo'linglar, xush kelibsizlar deydi. O'shanda farishtalar aytadi: "Salamun alaykum bima sabartum" deydi. "Salamun alaykum bima sabartum" deydi. Sabr qilganliklaring uchun mana sizlarga salomlar, mana sizlarga xotirjamliklar, mana sizlarga jannat bo'lsin deydi. Nimani sababidan? O'sha ibodatdagi sabr, mashaqqatlardagi sabr, arkoni islomni qoyim qilishligida sabr, turli musibatlarga sabr qilishning natijasidagi mukofotlar bilan farishtalar kutib oladi. Shuning uchun issiq bo'lyapti, to'g'ri ichkariga kirib o'tirish